Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xuddi shunday piyozli qatlama tayyorlaymiz. Kerak bo'ladi bitta idish, bir bokalda suv, bir osh qoshiqda tuz va tuzimizni eritib olamiz. 100 gram o'simlik yog'ini qo'shib olamiz va unimizni solib, yumshoqroq xamir qorib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Streçlab 5 minut dam olishga qo'yib qo'yamiz. Boshqa idishimizga piyozimizni archib tozalab, piyozimizni yupqa qilib to'g'rab olamiz. Va ichiga men ozgina qiyma qo'shdim. Tuz va murch qo'shib olamiz. Yaxshilab ezib aralashtirib, undan qo'ygan xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni yoyib tayyorlab bo'ldik. Xamirimizga moyimizni surtib olamiz. Va boyagi tayyorlagan nachinkamizni ichiga har joyiga qilib yoyib olamiz. Nachinkamizni solib bo'ldik. Endi esa o'rab olamiz xamirimizni. O'rtasidan ikkiga bo'lib, mana shu ko'rinishda o'rab olamiz. Ustimizga pergament qog'oz qo'yib, ustimizga solib olamiz va yoyishni boshlaymiz. Ba'zi ikkalasini yoyib oldik. Ustiga tuxum surtib olamiz. Oldin 200 gradusda qizdirilgan pechkaga solib olamiz. Shu orada sho'rva ham osib qo'ygandik. U ham tayyor bo'lib qoldi. Qatlamalarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shunaqa yumshoq va juda mazali qatlamalar tayyor. Juda ham mazali. Oyimlarga yoqdi.